Assalomu alaykum. Ilgarilari bizda aviatsiya uncha rivojlanmagan, aviaqatnovlar ko'p joyga yo'q. O'sha paytlarda masalan Xitoyga boradigan bo'lsak, mashinada borib, Xarg'ozda mashinani qoldirib, keyin chegaradan o'tib ketilardi. Xitoyga mashinada kirgizmasdi. Eron tarafga burilsa, Eronga kirsa bo'lardi mashinada. Xitoyga borganda sherigina qo'shnini mashinalarida bordiku, Eron tarafga borganda meni mashinamda buriladigan bo'ldi. Mashinani tayyorladim, hamma joyini ustalarga ko'rsatib, balon almashtiraman desam, bitta qo'shnimiz Eronga borgandilar u kishi ham. Faqat Eronda tapichka, atirlar olib kelinardi. Shunaqa narsalar olib kelganlar xolos. Asli men surishtirmaymanki, balon olganmisiz, olib kelib sotganmisiz deb. U kishi maslahat berdilarki, balonni o'sha yerdan qo'yib olavering. Bitta balonni o'rniga Erondan 4 ta balon olasiz dedilar. Shu bilan yo'lga chiqib ketaverdik. Balonlarim eski edi. Mashinam ko'p yurmaganda, 1 yil yurgan mashina-yu, balonlari eskib qolgandi. Yo'l yo'lakay rosa qiyin edi. Toshkentga yetib bormasdan turib bitta balon teshildi. Razor balansirovka qilinmagan, buni shofyorlar yaxshi tushunishadi. Bu yetib borguncha juda qiyin edi. Eronga borganda 2 ta balonni palon pulga olib qo'ydik, 4 ta balon ololmadik. Savdogarlarning o'zini mo'ljallagan ishi bo'ladi, ajratilgan pul bo'ladi. Undan tashqari pul ajrata olmadik-ku. Lekin juda qiynatdi shu almashtirilmagan balonlarimiz. Shunda aytdim o'zimga o'zim, hammani ham maslahatini olavermaslik kerak ekanda. O'zingiz o'ylab ko'rib, agar to'g'ri bilsangiz, o'sha o'zingiz bilganingizni qilib qo'ya qolganingiz yaxshi ekan. Yoki ko'pchilikdan eshitib, keyin shundan aniqrog'ini bir tanlangan ma'qul ekanda. Shunaqa.